Birinchi epizod ketyapti davomi. Nachlik sekin akangiz oldiga keldingiz, kiroring. Gaplashyapti er-xotin sekin eshitdingiz gapini. Singlim ham bekorga singlingiz ham bekorga asabiylashayotgani yo'q. Bolalarimiz bilan urushib qolyapti. Keyin erkin yasholmayapti. Yo'qdi, o'ziga ham o'ziga bek bo'lib yashaganda. Sen uni buni qo'ygan. Onam bilan singlim hali meni g'iybatim qilib o'tiribdimi? Odamzod hech yaxshilik yoqmas ekanda. Menga qarang, o'zi singlingizni puli rostdan ham kvartira uchun bergansiz yoki to'g'risini ayting. Rostini aytaymi, singlimga kvartira olmadim. Puliga yonidagi do'konni sotib oldim. Hozir do'konni poyozlar bilan to'ldirib qo'ydim. Bekorga Xitoyga bir haftaga borib keldim. Nima hali singlingiz puliga do'kon olganmi, uy olmaganmi deysiz? Jahlingiz chiqdi. Aka! 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 Aka, hali meni shuncha paytdan beri aldab kelayotganmidingiz? Meni shuncha paytdan beri aldab kelayotganmidingiz? Jahlingiz chiqdi. Oyi, o'g'lingiz meni xonavayron qildi-ku. Oyi! O'g'lingiz meni xonavayron qildi-ku. Nima gap? Ha, nima gap? Tinchlikmi? Akam yolg'on gapiribdi. Akam yolg'on gapiribdi. Menga hech qanaqa kvartira olmagan ekanlar. Bergan pulimga do'kon olibdilar. Menga hech qanaqa kvartira olmagan ekanlar. Uni o'rniga do'kon olgan ekanlar. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Chunki o'zingiz o'g'lingizga qaradingiz, o'zingiz oqlayapsiz. Yonimda do'kon sotilayotgan ekan, shuni olib qo'ya qoldim. Yonimdagi do'kon sotilayotgan ekan. Shuni sotib olgandim. Undan keyin hovli katta bolalari bilan tursin, pulini qilib beraman. Undan keyin hovli katta bo'lsa, bolalari bilan bemalol turavermaydimi? Axir singlim-ku. Hali bir oydan beri bizni aldab yuruvmiding? Hali bir oydan beri bizni aldab yuruvmiding? Uyalmaysizmi aka, norasida yetim jiyanlaringizni haqqiga xiyonat qilgani, vijdoningiz bormi sizni? Uyalmaysizmi aka? Norasida jiyanlaringizni haqqiga xiyonat qilishga vijdoningiz bormi sizni o'zi? Endi bildim, bekorga qaynakamdan pulni oldirmagan ekansiz, a? Endi bildim. Bekorga qaynakamdan pulni oldirmagan ekansiz, a? O'zingizni o'ylab qilgan ekansiz, bu ishni. O'zingizni o'ylab qilgan ekansiz, a, bu ishni. O'chir ovozingni. O'chir ovozingni. Menga ko'p aql bo'lmagin. Bir oydan beri yedirib, ichirib o'tiribman. Rahmating shumi? Ko'p menga aqllilik qilmagin. Bir oydan beri yedirib, ichirib o'tiribman. Bolalaring nimadan kam? Sening rahmating shumi? Seni rahmating shumi menga? Beraman o'sha pulingni. Ye? Bir kun bergan osh non tuzingizni